Saodat beg'ishlashdan keladi. Sharqning va g'arbning falosoflari qadimdan ta hozirgacha nurg'un narsalar ixtiloflashgan. Hatto Alloh taolaning borligi haqida ixtiloflashgan. Ammo bir narsada hammasi birlikka kelgan. U saodat beg'ishlashdan keladi. Ya'ni xushallik berishdan keladi. Bir boy ekan, xushal bo'lish uchun hammani qilib boqadi ekan. Nurg'un maktablarni soldi ekan, haramga berib umr qilib keldi ekan, faqirlarga pul taqitdi ekan, sayohat qildi ekan, nurg'un ishlarni qilib boqdi ekan, ammo bir xushallik his qilmaydi ekanda, bir kuni bir do'sti adash seni hech qanday xushal qilg'il bo'lmadi. Endi bu yerda bir daril aytam, yetim bolalarning bir markazi bor ekan, aşağıga bizlarga daftar, qalam, kiyim-kechak, yemak, ichmak, meva-chev degan narsani elib, ash bolalarni bir yo'qlab kelsak, balki kichik bolalar qarab ko'ngling ichilib qolarmi ya degan ekan, ma'qulda bar ekan. Berib apaga narsani taqtid ekan bolalarga, taqtib mangay deganda 7-8 yoshdagi bir bola kelib, boyning shu ko'ziga qarab turganda, "Balam, ihtiyacın barmı? Qandaq desa, "Yo'q, ihtiyacımız siz ekip berdiniz. İhtiyacım yo'q" desa. "Bir giping barmı?" Mesela desa, "Ya gipim yo'q" deb, yani ko'ziga qarab turganda, "Ne bo'ldi mesela" desa, "Men Allohga duo qilganda, mushu kishi bizga yordam qilgandi" deb duo qilish uchun chiroyingizni tunib olay dedim deyotgan. Shu chaqda bu boy xushallikdan, hayajondan qattiq yig'lab ketayotganda, shu chaqda deydi ekanki, mushu bir lahzalik xushallik, mushu bir saodat uchun bütün boyliqimni berishga tayyor edim deydi ekan.